Inson asli bir mo'jiza. Yaratganning inoyati ila insoniyat uchun foydasi tegadigan biron bir ezgulikni kashf etish mo'jizaning davomidir. Abu Ali ibn Sino tabobat rivoji uchun ko'p manbalarni qoldirgan. Necha asrlar o'tsa-da, uning nomi haligacha insonlar yodida turishining asl sababi ham shudir. 1949-yilning daraxtlar asta-sekin xazonlarini to'kib, qish uchun otlanayotgan fasli. Kuzning 2-oyi boshlanganiga 6 kun bo'lganida Asqarovlar oilasini yana bir chaqaloq ovozi tutdi. Elda martabasi ulug' va mukarram bo'lsin deya yaxshi niyatlar bilan Rahmonjon ota o'g'liga Ibrohimjon deb ism qo'ydi. Vaqt har qachon o'z so'zini aytgan. Yillar o'tgani sari Ibrohimjon ulg'ayib, ilmga qiziqishi ortaverdi. Biroz shoshqaloq bolajon opasiga ergashib, 5 yoshidanoq maktab ostonasiga qadam qo'ygan. Kichkinaligidan hali o'quv zehni o'tkir bo'lib, bilimga chanqoq bo'lganligi uchun opamiz maktabga borsa, opamni ergashib 5 yoshida maktabga borib olgan ekan. Uni darsga qo'ymasdan 5 yashar bola maktabda nima qilasan desa, opam bilan o'qiyman desa, kirgizmay eshikni tagida mana shu devorlarga suyanib uxlab qolardi ekan. Keyin bitta qo'shnimiz maktabdan hapishtirib uxlagan bo'yicha ko'tarib kelgan ekan 5 yoshida. Keyin xullas maktabga olmaganmi, kichkina deb hali eshikni tagida o'tirib ham o'qituvchi nimani aytsa eshitib qarab bolalarga aytayotganlarini o'qib olib bilavergandan keyin o'quv yili tugay deganda hali o'qituvchi hech maktabdan haydasa ham ketmayapti bu bola deb bilimini sinab ko'rsa, hali sinfda partada o'tirgan o'quvchilardan ham oldinroq bilib bo'lgan ekan hali harflarni o'zlashtirishi, o'quv mashg'ulotlarini. Shunda bo'pti, u 5 yashar bo'lsa ham eplab ketar ekan deb maktabga boravergan ekan. Keyin hali zehnli bir narsalarni eslab qolish qobiliyati kuchli bo'lganligi uchun bizni buvimiz onasi, katta buvimiz ko'proq bizga tarbiya berganda, katta buvamizni oldida olib yurib, biz nevaralar ko'p bo'lganmiz, lekin bitta akam yetalab yurardi. O 100 yoshga yetgan katta buvimiz ham onasi bor edi. O'sha yerga borsa ham 4 yashar, 5 yasharida men Ibrohimjonni yetalab olay, meni hassam yo'l boshlaydi derdi. Dadam oddiy zavodda ishchi bo'lgan, buvim tolada ketmonchi bo'lib, paxta terib, shu kolxozchi bo'lgan. Hali oilaviy sharoitimiz yaxshi bo'lmaganligi uchun aka maktab yoshida shu 5-6-klassligidan bitta sartaroshga shogird qilib berishgan. O'rganasan shu hunarni deb. Ashini oldida sartarosh o'g'li maktabdan kelib, so'mkasini qo'yib sartaroshlikni o'rganib yurgan. Ene ustasi duo berib 7-8-klassga borganda bo'ldi, endi bu sartarosh bo'ldi deb duo bergandan keyin endi unga hozirgidek sartaroshxona ochib berishga imkoniyati bo'lmagan u paytda. Lekin uyda mana shu ukalarimizni, boshqa nimalarni bekarga sochini olib yurgan, bilib oldim deb. Undan keyin oshxonaga ishga borgan akam. 7-8-klasslarda oshxonaga borib, darsdan keyin ashitda nima ish buyursa, choy tashiydimi, ovqat tashiydimi, nima ish bo'lsa qilib, haftani oxirida 1 kilo go'sht berami, 1 so'm pul berami, olib kelib, shunday bumi dadamni qo'liga berib, oilaga yordam bergan kichkinaligidan. Jala hududida yaxshi odamlar ko'p, halol odamlar ko'p. Men yoshligimdan mana maktabda o'qiganimdan, sartaroshga shogird tushganimdan, oshxonada shogird bo'lganligimdan shu yerda o'rganganman, shu yerdagi odamlarni yaxshi ko'raman, shu yerdagi odamlarni hurmat qilaman. Qayerga borsam meni juda qattiq bu yerdagi odamlar qadrlaydi. Shuning uchun hatto Andijon shahriga borib ko'chib yashashni ham xohlamayman. Shu yerda yashayman. Universitetga mana salkam 25-30 kilometr doimiy qatnayman. Kechasi 1-2 da bo'lsa ham shu yoqqa yetib kelishga harakat qilaman. Chunki mana men Toshkentda ham bir necha yil ishladim. Juda ko'p o'rtoqlarim menga uylar taklif qilishdi, qolishni taklif qilishdi. Xohlamadim. Bu yerda chuqur nafas olaman. Ko'chaga chiqsam hamma o'zimni tanish bilish qarindosh urug'larim. Shuning uchun shu yerda Jala hududini men dildan yaxshi ko'raman. Kindik qonim to'kilganligi uchun shu yerda yashashni, shu yerda yaxshi uzoq umr ko'rib, olamdan o'tishni xohlayman. Mana qaysi qabristonga borishimni bilaman. O'sha qabristonga ham qo'limdan kelgan yordamni qilaman doim. Borib o'tgan odamlarni ko'rib, eslab, bu dunyo g'animat ekan. Shu g'animat dunyoda nimadir yaxshilik qilib qolish kerak. Umr juda tez o'tar ekan. Yaqindalar
25 yoshimda fan nomzodi bo'ldim deb yugurib yurgan yosh bola edim. Mana vaqtlar o'tib 30 ga kirdik, 40 ga kirdik, 50 ga kirdik, 60 ga kirdik, 70 ga kiribmiz. Faqat orqaga qarasam, farzandlardan, nabiralardan, chevaralardan bilaman 75 ga kirganimni pasportimdan bilaman. Shu 30-35 yoshdagi harakat bor hozir ham. Jalaquduq tumanining qadrli qishlog'ida ulg'ayib, ota-onasiga dastyor yigit oliy ta'limga kirish uchun astoydil urinadi. Hech bir to'siq, hech bir gap so'zlar uning bu ahdidan qaytara olmasdi. Ilm fan sohasiga kirishimga sabab shu maktabda o'qiganimizdan boshlab ilm fansiz hayot tasavvur qila olmasdim men. Olimpiadalarga qatnashganman, talabalikda, maktab o'quvchiligimda bizni Shabonov Kushal aka degan kimyo fani o'qituvchimiz bo'lar edi. Olamning asosi kimyo derdi. Agar kimyoni bilmasang, hayotni tasavvur qila olmaysan deb o'rgatardi bizga. Shuning uchun men kimyoga qiziqqanman maktabda o'qiyotgandan boshlab va shu kimyo olam sirlarini ochuvchi fan ekanligini tasavvur qilib, shu bilan talabalikdan shug'ullanganmiz. Talabalikda G'ulom Nabi Hakimov degan o'shlik juda bir ajoyib ustozimiz bor edi. U faqat talabalarga 0 dan boshlab baho qo'yardi. Undan 3 baho olish ham juda katta baxt edi. Shu juda qattiq talabchan biz ustoz edi. Shu ustozni talabi bilan ustozdan to'g'rirog'i qo'rqib o'qirdik biz, harakat qilardik. Kimyo murakkab fan, lekin uni fundamentidan boshlab o'rgansa, bu juda oson fan. Aytaylik, bitta kimyogar o'rtacha aytaylik bakalavr bo'lish uchun bir kamida 500 ta formulani bilish kerak. Magistr bo'lish uchun 1000 dan ortiq formulani bilish kerak. Falsafa kimyo fanlari bo'yicha fan kandidati yoki falsafa doktori bo'lish uchun birar 5-6 ming formula bilish kerak. Kimyo fanlari doktori bo'lish uchun bilmadim 10 mingdan ortiq reaksiyalar, 10 mingdan ortiq formulalarni tahlil qila bilish kerak. Mana shu fan shunaqaki, xohlagan narsani kimyoviy tarkibi orqali uni tasavvur qilish mumkin. Bu oziq-ovqat mahsuloti bo'ladimi, dori vositasi bo'ladimi yoki xalq xo'jaligida ishlatiladigan boshqa bir tovar bo'ladimi? Buni kimyoviy tarkibi uni xossasini belgilaydi. Bu juda qiziq narsa. Buni tushunish uchun kimyoni eng oddiy tarkibdan boshlab bilish kerak. Ya'ni molekulaning tarkibini, atom tarkibini, shu molekuladagi atomlarning joylanish tartiblarini tasavvur qilish kerak. Bizi ustozimiz kimyo fanlari doktori, professor, O'zbekiston Tabobat akademiyasini haqiqiy a'zosi Mahsumov Abduhamid G'afurovich bizni shu kimyo fanini rivojlantirish uchun albatta amaliyotga biror narsani ixtiro qilish kerak va amaliyotga joriy etish kerak degan talabni qo'ygan. Men Toshkent tibbiyot akademiyasida aspiranturani tamomlaganman. Toshkent tibbiyot akademiyasida juda ko'p shu hayvonlarda, qo'yonlarda tajribalar o'tkazishga to'g'ri kelgan. Shu natijasida mana Andijon tibbiyot institutida men ishlaganman. Birorta yangilik yaratsangiz, shu yangilikda amaliyotga joriy etilganligini ko'rsangiz, shunday xursand bo'lasizki, uni tasavvur qilib bo'lmaydi. Bir necha million pul bilan ham uni unday xursandchilikni hosil qilib bo'lmaydi. Mana men hozirga qadar shu 50 dan ortiq yangi oziq-ovqat qo'shilmalarini ixtiro qilganman. Ana shu biz tomonimizdan shogirdlar bilan, ustozlar bilan hamkorlikda ixtiro qilingan yangi oziq-ovqat qo'shilmalari bugungi kunda shu bir qator kasalliklarni davolashda, ularni oldini olishda foydalanilyapti. Tabobatga kirib kelishimga sabablardan bittasi meni katta buvim Zokiraxon ona shu tabobatga qiziqardi. Xalq tabobati uslublari bilan bemorlarni davolardi. Men shuni yonida nima qilardim, o'rganardim. Keyin bir yosh bolaligimda bir qo'lim ozgina lat yeb qolgan. Shuni davolash uchun siniqchiga borganman. Bu qo'lni mahkam ushlab, tortib, tuxumni qo'yib, tuxumni silab, bog'lab qo'ygan. Bir kunda qo'lim yaxshi bo'lib qolgan. Shundan boshlab demak bu tabobatning sirli tomonlari bor ekan degan xulosaga kelib,
harakat qilganman. Men o'zim angina kasali bilan og'riganman. Maktabda 5-6 sinfda o'qiganimda. Har 3 kunda bir stakan sovuq suv ichib qo'ysam, temperaturam chiqib, angina ichib ketardi. Doktorga olib borsa, operatsiya qilish kerak derdi. U paytda Andijonda quloq tomoq doktorlari deyarli yo'q edi. Operatsiya qilish kerak deyaverardi. Men operatsiyadan qo'rqardim. Qisqasi bir tabibga borganman. Tabibga borsam, och og'zingni dedi. Ozgina qamishga nimani puflab, qanday edi, parashyotni puflab qo'ydi. Shun dedi, 21 kun puflaysizlar dedi. Bugungidek uni mazasi yodimda turibdi. Nima ovqatni yaxshi ko'rasan dedi. Shirin guruch debman. Yosh bolaman, 5-sinfda o'qiyman. 41 kun shirin guruch yemaysan dedi. Shirin guruch yegim kelaveradi, shirin guruch yegim kelaveradi, uni aytgancha yemayman. 41 kundan keyin umuman kasallik qolmadi, shu bo'y angin deganligini nima bilmayman men. Keyinchalik men bularni qizdirsam, shu o'simliklar asosida tayyorlangan narsa ekan. Tarkibida shu ma'lum bir kimyoviy birikmalar bor ekan va shularni ko'rib, shu demak xalq tabobati ustun narsa ekan degan xulosaga keldim. Bugungi kunda O'zbekistonda xalq tabobatini rivojiga muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich juda katta hissa qo'shdi. 2018-yil 12-oktyabrda O'zbekistonda xalq tabobatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilindi. Bu qarorni qabul qilishi butun mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan tabiblarni qo'liga solingan kishanni yechib yubordi. Va tabiblar bemalol faoliyat ko'rsatadigan bo'ldi va O'zbekiston tibbiy ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilar tabobat akademiyasi tuzildi. Ana shu akademiyaga 2018-yildan beri men respublikada rahbarlik qilaman. Maqsad nima? Maqsad zamonaviy tibbiyot xodimlari bilan tabiblarning hamkorligini ta'minlash. Oddiygina oilaning ilmli farzandi Ibrohimjon ota-onasidan halollikni o'rgandi. Insonlarga yaxshilik qilishni kanda qilmadi. Kimyo fanini yaxshi o'zlashtirishni boshlagan yigit asta-sekin xalq tabobati yo'lini tanlab, bu yo'nalishda ham qator ilmiy ishlarni qila boshladi. Ilm fan uchun hozir juda sharoit yaxshi. Bu sharoit hech oldin bo'lmagan. Mana mustaqillikka qadar bitta material kerak bo'lsa biz Moskvaga borardik. Bir yilda doktorlik dissertatsiyasi ustida ishlaganimda bir yilda 20 marta 30 marta Moskvaga borib kelishga to'g'ri kelardi. Hozir qaysi davlatda qanaqa ilmiy ish bo'layotgan bo'lsa, darrov shogirdlarga telefon qilsam, bir 20 ta zabardast shogirdim bor. Xohlaganiga telefon qilsam, bir vaqtda bitta materialni istash kerak bo'lsa, 3-4tasiga parallel telefon qilaman. Ular biladi shuni. Birdaniga bitta odamdan so'ramayotgan. Shiddat bilan, navbat bilan qaysi birimiz tezroq ma'lumot toparkanmiz deb harakat qilishadi. Bir 5-10 minutda Indoneziyada nima bo'lyapti, Yaponiyada nima bo'lyapti, Xitoyda nima bo'lyapti, Rossiyada qanaqa yangilik bor, ilm-fan nuqtai nazardan darhol menga yetkazishadi. Darhol ularni biz qayta ishlab kerakli material tayyorlaymiz. Hozir ilm qilish juda oson oldinga nisbatan. Oldin mana 80-yillarda biz doktorlik dissertatsiya ustida ishlardik. Juda qiyin edi. Mana bitta oddiy maqolani topish uchun Toshkentga, Moskvaga, markaziy bibliotekalarga borardik. Hozir shu yerda o'zida hammasi hal bo'ladi. Shuning uchun hozirgi ilmiy ish qilayotganlar hech orinmaslik kerak, harakat qilish kerak. Mana prezidentimiz tomonidan ilm fanga juda katta e'tibor qaratilgan. Shundan to'g'ri tushunib, oqilona foydalangan odamlar juda katta natijalarga erishadi. Abali ibn Sino yozgan asarlar dunyoga mashhur. Lekin ulardan bugungi kunda foydalanish imkoniyati yo'q. Sababi o'sha paytdagi o'simliklar nomi o'zgarib ketgan. O'sha paytdagi kasalliklar ham o'zgargan. Shularni keyingi avlodga qoldirish maqsadida bir qator kitoblarni men yozdim. Mana Tabobat qomusi 168 ta o'simlikni berganman. Sirli tabobat kitobida 205 ta kasallikni ta'riflab berishga harakat qilganman. Fitoterapiya tibbiyot institutlarida dars sifatida o'qitilyapti. Dalillarga asoslangan xalq tabobati usullari bu ham barcha tibbiyot oliygohlarida dars sifatida o'qitilyapti. O'ylaymanki, bu juda katta baxt. Avvaliga shogirt, hozir esa necha insonlarning aziz ustozi. Qachon seni dunyo taniydi, qachonki sen o'zingdagi bor ilmni o'zgalarga ham bera olsang, ortingda faxrlanadigan shogirdlaring bor ekan,
sen umrbod yashayverasan deydi qahramonimiz. Insonni hayotida ma'lum bir muvaffaqiyatga erishishi uchun, ya'ni uni yuksalishi uchun eng muhim omillardan biri uniga hayot yo'lini ko'rsatadigan, o'zi ham yuqori muvaffaqiyatlarga erishgan ustoz bo'ladi deb hisoblayman. Men mana shu insonni yuksalishi uchun ustoz juda ham muhim ekanligini ana shu ustozimiz O'zbekiston Tavbat akademiyasi raisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan ixtirochi, kimyo fanlari doktori professor Asqarov Ibrohim Rahmonovichga shogird bo'lganimda his qilganman. Ustozimiz bizga hayot yo'limizni to'g'ri va ravon bo'lishini ko'rsatib beradigan, yo'lda qoqilmasligimiz uchun, har xil noto'g'ri yo'llarga burilmasligimiz uchun bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan inson deb bilaman. Ustozim boshlagan yo'llarni ma'lum bir jabhada o'zim ham davom ettirsam degan niyatni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. Ko'zlagan maqsadlarimga erishdim deb ayta olaman. Sababi bugungi kungacha men 30 nafar fan doktori, 49 nafar fan kandidati va falsafa doktorlariga ilmiy rahbarlik qildim. Ular mana respublikamizning hamma viloyatlarida faoliyat ko'rsatyapti. Ularda orasida tibbiyot fanlari doktorlari, texnika fanlari doktorlari, professorlar, kimyo fanlari doktorlari bor. Ular hammasi mamlakatimizning turli oliy o'quv yurtlarida, ilmiy tadqiqot institutlarida faoliyat ko'rsatyapti. Ular bilan yaqin aloqadaman. Hozir ular ko'pchiligi chet ellarga borib xizmat qilyapti. Mana samarqandlik Bozorov Xurshidbek degan shogirdim 10 yil Xitoyda faoliyat ko'rsatdi. U yoki mana Andijon tibbiyot institutining kafedra mudiri Irodaxon Mamatova degan shogirdim kimyo fanlari doktori professor, bu Kanadaga borib faoliyat ko'rsatib keldi yaqinda. Undan oldin Xitoyda faoliyat ko'rsatgan. Bizning maqsadimiz shunday narsalarni yaratishki, Nobel mukofotini olish. Bunga imkoniyat bor bizda. Mana shu qator shogirdlarim bilan birgalikda, mana Mirjalol Mo'minjonov, Obidjon Abdullayev, Mamarahmonov singari qator shogirdlarim bilan hamkorlikda, birgalikda shu Nobel mukofotiga loyiq ishlarni qilish. Hozir shunga men o'ylaymanki, ancha yetib qoldik. Biz qator yangi oziq-ovqat qo'shimchalarini yaratdikki, bir qator kasalliklarga juda yaxshi shifo bo'lyapti. Mana Sanjarbek degan shogirdim Xitoyda bo'ldi, Pekinda. Obidjon Abdullayev degan shogirdim u ham Xitoyda bo'ldi. Hatto Xitoyda bir shunaqa ma'lumot olib keldiki, qarang. Xalq tabobati bo'yicha 13-asrda shu O'zbekistondan borgan odam o'sha yerda amirini davolagan ekan. Yozib qo'yibdi muzeyga. O'zbekistondan kelgan samarqandlik odam buni oyoq og'rig'ini davolagan deb yozib qo'yibdi Xitoyda. Demak, ular ko'p narsani O'zbekistondan o'rgangan. Buni ochish kerak, ilm bilan shug'ullanish kerak. Shu davlat mukofoti berilganligi bilan 100 dan ortiq shogirdim respublika bo'yicha chet ellarda telefon qilishdi. Mana Tojikistonda bor shogirdlarim, Dushanbe shahrida, Qozog'istonda bor shogirdlarim, mana ular telefon qilishdi. Men oddiy odamman, juda ko'p shogirdlarim mendan o'tib ketgan. Men ulardan orqada qolib ketganman. Men buni tan olishim kerak. Chunki shogirdlar bugungi kun bilan yashaydi. Men 1968-yilda Andijon davlat pedagogika institutining biologiya fakultetiga o'qishga kirganimda ustozim shu vaqtda 4-kursda o'qidilar. Va kimyo kafedrasida ikkitagina laboratoriyada shundan kattagina qismi ustozim uchun ajratilgan. Ya'ni shu yerda Asqarov laboratoriyasida hamma havas qilar, chunki domla Husnilgi davridan boshlab ko'plab sintez ishlarini, ilmiy ijodiy ishlarni olib borardi. Ustozimni insonlik jihatdan, bag'ri kenglik jihatdan butun respublika emas, dunyoda ham kamdan kam insonlardir. Chunki menga ham o'rgatgan, qo'lingizdan kelsa barcha yaxshilik qiling. Hammasi qaytadi, yomonlik qilmanglar. Shu hali ham qulog'imda turadi, 40 yildan ortiq gapni aytganim. Va shularni men natijasini ko'rdim. Kimga yaxshilik qilsa, shuni qaytishini ko'rdim. Ustozimga uzoq vaqtdan beri aytolmagan gaplarim, men o'zim akam bo'lganda shu insondek bo'larmikin deb o'ylayman. Chunki akamdan ham ulug'da menga qilgan yordamlarini, qilgan nasihatlari o'zini aka-ukasiga ancha-muncha odam qilmaydi, qilgan yordam hech kim qilmaydi. Hozirgi kunda bu ustozimizni nafaqat kimyo fani sohasida, balki xalq tabobatini ilmiy jihatdan o'rganish, xalq tabobati merosini ilmiy jihatdan asoslash va uni dunyoga tanitish bo'yicha juda ham ko'plab salmoqli ishlarni amalga oshiryapti. Va bu ish doirasida mana O'zbekiston Tabobat akademiyasini tashkil etilishi,
Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan ustozimiz tomonidan muallifligida yozilgan xalq tabobati ixtisosligi pasportini qabul qilinishi va mana shu soha bo'yicha bizning universitetimizda ilmiy kengash tashkil etilishi, jurnal tashkil etilishi, darsliklar fitoterapiya, dalillarga asoslangan xalq tabobati kitoblarini, darsliklarini yozilishi, bu mana shu o'zimizni xalq tabobati merosimizni nafaqat ilmiy tomondan asoslash, balki uni dunyoga olib chiqish. Sintetik, farmatsevtik preparatlarning o'rniga tabiiy, samarador bo'lgan oziq-ovqat qo'shilmalarini, ularni ham dori vosita ekanligini isbotlash jihatdan ustozimizni mehnatlari juda ham katta. Men o'ylaymanki, bu ustozimizni ham xuddi Ibn Sinoga o'xshagan darsliklari, kitoblari hali yana 1000 yillab o'rganiladi. Ibrohimjon Asqarovning ilm-fan rivoji yo'lidagi mehnatlarining o'lchovi yo'q. Ulardan biri dunyo bo'yicha kimyo fanlari tizimida tovarlar kimyosi fani. 1997-yilda ilk marotaba tan olinib, 40 dan ortiq mamlakatlarda fan sifatida foydalanilmoqda. Tibbiyot yo'nalishi bo'yicha 2019-yilda akademik Mamasoliev bilan hamkorlikda xalq tabobati fani yaratildi. Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan rasmiy ro'yxatga olingan mazkur yo'nalish bugun butun respublikadagi tibbiyot yo'nalishida tahsil olayotganlar uchun o'qitilmoqda. Ona uchun farzand rohatini ko'rishdan-da baxt topilmasa kerak. Hech bir orzu o'rnini esa onaning 100 yosh bilan yuzlashishi to'ldira olmas. Qahramonimiz chindan-da baxtli. Kasbidan rohat topdi. Oilasi farovon, farzandlari tarbiyali, yonida esa hali ham bola ekanini eslatib turuvchi volidasi. Bizim katabalarimiz Andijonda turadi. Hali yillarda ko'chalari nomerini, uylar nomerini bilib olar ekan. Bizim poyizga chiqsa bosh aylanardi. Bu bola hali yil qo'ldan mahkamlab yetalab buni 3 yashar bola. Ashu xonadonga olib borardi. Buni doim yetalab yurardi. 5 yashar bo'lsa. Bu 5 yasharda o'qigan, 11da bitirganda bosh tuta olmagan 16 ga kirib. Opasining orqasidan borib olgan. Ne hali bitta ayamiz bor edi. Bolam, sen yana yil o'qiyin. Hozir kichkinasam o'qiyin. Mukarramxona. Yo'q, hozir jindasan, jinda yana yil o'qiyin bolam. Sen yozsan desa, yo'q, men o'qiraman deb, yetkazib yuboraman deb, bari opasi bilan birga kattalarni o'qigan. O'zini sinib yashaylar qolib. Judayam bir ajoyib bo'ladi. Bizi bunga mehribonchiligimiz ham juda yuqori. Bularda bizga mehribonchilik ham yuqori. Biz narada turamiz, oramiz yaqin, uzoq emas. Bularda mehribonchiligi, bitta narsani aytsam, mana men 30-yilman. Opam 20-yil. 20-yil. 100 dan oshdi. Shunaqa yoshga kirishimizga sabab shu Ibrohimjon. Chunki bizni el qatori qilib, hech narsani qo'yamasdan, eldan ko'ra yuqori ushlab yurgan shu ukamiz bo'ladi. Shu darajaga yetishimda birinchi navbatda meni ota-onam sababchi bo'ldi. Ular to'g'ri yo'lni ko'rsatishdi. Mana onam doimiy maslahat qilaman hozir onam bilan. Har bir narsani har kuni kamida 1 soat ishdan borgandan keyin nechida borsam suhbatlashib o'tiraman. To'g'ri yo'l ko'rsatadi. Shunga qarab faoliyat ko'rsataman. Birovga yomonlik qilmagin deydi. Qo'lingdan kelsa yaxshilik qil deydi. Men ilmiy ishlarimni aytib beraman onamga. Onam to'g'ri maslahatlar beradi. Shu qiylangan odamlarga juda yordam qil deydi. Ko'ryapsizmi? Birinchi shu ota-onam menga sababchi bo'ldi. Keyin mana ustozlarim sababchi bo'ldi. Turmush o'rtog'im sababchi bo'ldi. Yordam berdi doimiy. Shu aytaylik, shu biz o'qigan paytda kompyuterlar yo'q edi. Shu mashinkada bir varaq qog'ozni pechat qilish uchun 20 tiyinga pechatka berardi. Shu 20 tiyin yo'qligi uchun meni turmush o'rtog'im o'zi pechat qilardi. Kandidatlik dissertatsiyani ham, nomzodlik dissertatsiyani ham 79-yilda Yoshlar ittifoqi laureati bo'lganman men. Shu bir kunda 76 betni kechasi bilan pechat qilib chiqib, olib borib topshirganman. Viloyatda 12 tadan topshirgan, men o'tganman shu paytda. Bunda O'zbekiston Lenin komsomoli mukofoti laureati deyilar edi. Shu mukofotda men vodiyda birinchi bo'lib olganman. Qarang, qanday totuvlik. Fayzu baraka ham asli mana shu rishtalarning mehr bilan chambarchas bog'langanidadir. Men o'zimni eng baxtli ayol deb hisoblayman. Chunki bu xonadonga kelganimga 51 yil bo'lgan bo'lsa,
juda baxtli hayot kechirdim. Juda minnatdorman o'zimni hayotimdan. Mana bu o'qimishli rosa ziyoli oilaga kelin bo'lib tushdim. Onam meni qiz qilib tarbiyalagan. Bilmagan narsamni hammasini o'rgatgan. Mana 5 ta bolali bo'ldik. To'g'ri, avval o'qimaganman, keyin qizimdan keyin o'qishga kirganman. Qizimdan keyin o'qishga kirib, bitirib, maktabda ham ishladim, o'qituvchilik ham qildim, hamma narsa bo'ldi. Bolalarim juda ham hammasi mana domla o'zi yordam qilib, harakat qilib, hammasi o'qimishli bo'ldi. O'g'lim mana doktor, fan doktori. Domlani juda ham hurmat qilaman. Chunki menga juda ko'p narsani o'rgatdi. Hayotda qanaqa qilishdi, nima qanaqa yashashdi, bola tarbiyasida doimomda ko'makchi bo'ldi. Mana domla hech ham charchamaydi. Shunga xursand bo'laman. Ish bilan band bo'ladi. Shogirdlari juda ko'p. Hech xafaqat yo'q. Nima bo'lsa meni o'zim hurmatimni joyiga qo'yib, bolalarni oldida bu onanglar aytganini qilinglar deydi. Hech ham meni xafaqat yo'q. Bitta o'zimizga emas, bolalarga ham, boshqa odamlarga ham, qo'ni qo'shniga ham, opalarimga, hammasiga mehribon, bir xil, hammasiga bir xil mehribon. Hech bir yomon gap eshitganim bilmayman. Hech qachon unaqa bir achchiq gap nima qilmagan, to'g'ri yo'l ko'rsatgan menga. Mana bunday qilasiz, mana bunday qilasiz ko'rsatgan. Shuni o'rganib doimiy harakat qilganman. Shu oilaga mos bo'lishga harakat qilganman. Kecha kunduz doimiy birgamiz. Bir kun birida yo men qolmaganman, yo domla qolmagan. Doim birga ketsak ham birga ketamiz. Bo'lmasam doimiy birgamiz. Men turmush o'rtamdan juda katta minnatdorman. Meni doimiy qo'llab-quvvatlab, yo'l ko'rsatib, naqaniga men doim birga bo'lganim uchun hech domlasiz hayotda tasavvur qila olmayman. Endi tilagimiz doimiy birga bo'lish, uzoq umr ko'rish, kam bo'lganim yo'q. Xursandman, baxtliman. Boshqa ayollar ham menga o'sha baxtli bo'lishni xohlayman. Hammasini qaynasi bo'lsin, qaynasi hurmat qilsin, o'zi ham mana hurmatga ega bo'ladi. Mana chunki meni kelinlarim meni xuddi shunaqa hurmat qilib qo'lda ko'tarib yuradi. Ham aytganim qilishadi, xo'p deyishadi. Men o'zimni eng baxtli ayol deb hisoblayman. Men juda xursandman. Oilamizda doimiy tinchlik, osoyishtalik, hamma bir-biriga yordam beradi. Mana o'g'illarim ham, ikkitasi fan doktori, bittasi yuridik fanlari, ikkinchisi kattasi iqtisod fanlari doktori, professor. Qizlarimiz ham hammasi oliy ma'lumotli. Mana kenja o'g'limiz Mirazizbek, u bank sohasida ishlaydi. U ham Toshkentda yashaydi. Ikkita o'g'lim Toshkentda yashaydi, bitta o'g'lim Andijonda yashaydi. Qizlarimiz ham hammasi oliy ma'lumot olgan. Bizni kasbni mana egallashyapti. Bular ham hozir harakat qilyapti. Ayniqsa nabiralarim qattiq qiziqqan xalq taobatiga. Mendan yaxshi biladi hozirlar. Mana Akmaljon bilan Abdulazizjon degan nabiralarim bor. Ikkalalari ham talaba. Bugun bittasi farmatsevtik institutda, bittasi sharqshunoslik institutida o'qishadi. Hozir xalq taobatini mendan yaxshi bilib olgan. Bitta kasalni ko'ryapsam, mendan oldin ular diagnozini, dorilarni aytib turadi. Bitta dori esimdan chiqib qolsa, "Mo qolib ketdi, mana qo'shib qo'yaylikmi?" deb qolishadi. Ibrohimjon Asqarov nomini eshitmagan andijonlik yo'q. Uning tabibligi yaqin qo'shni davlatlarga ham yoyilib, shifo izlab kelayotganlar anchagina. Men dadam qo'l ochiq odam edi. Unaqa birovga bir narsani ayamasdi. Bir marta qoning to'ysa bo'ldi, ertaga Xudo beradi deb yurardi. Unaqa orcha pul to'plamasdi. Men o'ylayman, shu meni otamdan shu meros bo'lib qoldi. Hayotimda menga chuqur joy olgan inson birinchisi ota-onam. To'g'ri yo'l ko'rsatgan, doim talab qilgan, halol bo'lishga, birodar rizqini yemaslikka. Keyin mana akam ko'rdinglar, onam ukasi juda chuqur maktab o'qituvchisi bo'lgan, doimiy bizni tarbiyalagan. Keyin mana ustozlarim Akmal Qosimovich meni ustozim bo'lgan, sobiq Andijon universitetining rektori bo'lgan, juda chuqur. Mana ustozim Toshkentda yashaydi, Abduhamid G'ofurovich Mahsumov, kimyo fanlari doktori, professor. Hozir u odam 88 yoshda. Juda chuqur taassurot ega bo'lgan. Keyin mana Moskvada Sergeyev degan ustozim bo'lgan. Kachetkov, Nadija Sergeyevna degan, shular o'ta halol odamlar bo'lgan. Shulardan men andoza olishga harakat qilganman. Yana G'ulom Nabi Hakimov degan o'shlik
ustozim bo'lgan, o'ta halol, o'ta bilimdon odam. Shulardan men andoza olishga harakat qilganman. Men boshqa odamlardan ustun emasman, meni boshqa odamlardan aqlim ko'p deb hisoblamayman. Men doimiy o'qishga, o'rganishga harakat qilaman. Hozir ham shogirdlarimdan o'rganib turaman. Men har kuni 3 marta gaplashaman. Tasavvuri yo'q, tasavvur qila olmayman. Maslahat go'yman. Menga yordam beruvchi ham, hayotda to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi ham. Hozir ham onam bilan maslahatlashmay ish qilmayman. Albatta maslahat qilaman. Men Toshkentga boradigan bo'lsam, bir oyda 3-4 marta Toshkentga boraman. Mana kun Toshkentga boradigan bo'ldim. Nima qilay deyman. Bor desa boraman, borma desa bormay qo'yaman. Bor deydi, albatta bor deydi. Nima desam xo'p deydi onam. Hech narsaga yo'q demagan. Yashashga bilasizmi? Kuch olyapman birinchi onamdan. Kuch olaman, doimiy suhbatlashaman, andoza olaman. Farzandlarimdan. Farzandlarim o'ta mehribon, o'ta meni qadrlashadi. Shogirdlarimdan. Shogirdlar aytaylik, shogirdlarni ko'rganda o'zimni o 70 dan oshganim ham esimdan chiqib qoladi. O'rganishdan to'xtaganim yo'q. Hozir ham har kuni nimanidir kimdandir o'rganaman. Shunga harakat qilaman. Bilimsiz odam o'zini o'zi qiynaydi. Qanday yashashni ham bilmaydi. Bu odamlarga yaxshilik qilishni ham menimcha bilim olish kerak. Bilim birorta odamga nimadir yaxshilik qilsam men yaxshi uxlayman. Kimdir bir xafa qilib qo'ysa men qattiq gapiraman, shogirdlarimga qattiq turaman. Shu kechasi men uxlamay chiqamanda shu odamni xafa qilib qo'ydim. Albatta ertasiga yo telefonda yo ko'rib kechirim so'rashga harakat qilaman. Kechirim so'rayman, men kattaman deyman, ma'ka deyman. Kecha seni so'kuvdim, esingdami? Yo so'kkaningiz yo'q. Xafa bo'lma, noto'g'ri so'kdim. Xafa bo'lma deb qo'yaman. O'zimda kamchilik bilasizmi? Birovga topshiriq bersam, vaqtida bajarmasa shu jahlim chiqib ketadi. O'zim boshqara olmay qolaman. Bo'l deyman. Shuning uchun shogirdlarim ham, uydagilar ham shunga moslashgan. Tez bo'l deyman. Meni kichkina o'g'lim xuddi shunaqa bo'lgan. Nasirjon, hozir emas, hozir deydi biroz desa, hozir ham shunaqa. Hozir desa, hozir emas, hozir deydi, tezroq deydi. Shu o'zimdagi kamchilik deb bilaman. Chunki men shoshtiraman. Atrofdagi odamlarni ham qiynayman. Haligi topshiriqni berib qo'yib, beriboq talab qila boshlayman natijani. Bu o'zimdagi kamchilik deb bilaman, lekin shuni boshqara olmayman-da. Aytaylik, men topshiriqni berdim, bemalol hali vaqt bor deymi? Bu dunyo qisqa, umr qisqa, shuning uchun tezroq bajarishga harakat qilaman. G'oya juda ko'p. Yaxshi emas, lekin bilasizmi, shunaqa qattiq harakat bilan, shoshma-shosharlik harakati bilan natijaga erishadi odam. Agar shoshilmasangiz, bu dunyo qisqa o'tib ketib qoladi. Shuning bilan mana juda ko'p natijalarga erishdik deb ayta olaman. Yashashdan maqsad eng avvalo shu odamlarga yordam berish, bu dunyoda bir yaxshiroq nom qoldirish. Boshqa maqsad yo'q. Bugun shunga erisha oldim deb o'ylaysizmi? To'la erisha oldim deb ayta olmayman. Hali qiladigan ishlar juda ko'p. Ko'p odamlarga yaxshilik qilish kerak, hali qilib ulgurganim yo'q. Juda ko'p odam niyatim bor, shularga yaxshilik qilish, ularga bir yordam qilish. Mana bir paytlar men o'ylardim, 10 nafar fan doktori chiqarsam, oyog'ini bemalol uzataman derdim. Undan ancha o'tib ketib qoldik, lekin inson shunaqa ekanki, baribir shu maqsadga intilar ekanda. Meni maqsadim pul to'plab boyish emas. Meni maqsadim shu ilmda bir o'rin qoldirish, yaxshi nom qoldirish. Yaxshi nom qoldirib, bizdan keyingi avlod shuni yozgan narsalaridan foydalandim, rahmat deyishini men xohlayman. Bizdan keyingi, aytaylik 20 yil, 30 yildan keyingi avlod biz kitoblarimizni o'qish kerak. Ana shu mening maqsadim. Qo'rqishim bir baxtsiz hodisalardan qo'rqaman. Doim o'ylab turaman shu bizning hayotligimizda farzandlarimiz, qarindosh urug'larimiz, mahalla ko'yimiz, yaqinlarimiz tinch bo'lsin, omon bo'lsin deyman. Biror baxtsiz hodisalardan qo'rqaman. Xudodan tilayman. Xudo menga juda ko'p narsa berdi. Bundan keyin ham bu dunyoda bir yaxshi nom bilan, hurmat bilan, izzat bilan o'tishni Allohdan so'rayman. Men agar menga shunaqa imkoniyat berilganda, xuddi shu hozirgi yo'limni tanlagan bo'lardim. Olamning asosi kimyo deb bilaman. Har qanday narsa u kimyo. Butun taraqqiyot kimyo bilan bog'liq deb bilaman. Mana shuning uchun agar
menga qayta yashash imkoniyati berilib bir o'yla desa, xuddi shu yo'l tanlagan bo'lardim. Men juda xursandman o'zimni kimyogarligim bilan, faxrlanaman shu bilan, natijalar bilan faxrlanaman. Bitta dori yaratganda kechasi bilan uxlamay chiqaman. Mana yangi dori yaratildi, bemorlar tuzalyapti, tuzaladi deb. Bitta bemor men tuzaldim deb kelsa, boshim osmonga yetadi. Boshim osmonga yetadi. Bu tuzalibdi, bu meni yordamim tegibdi deb xursand bo'laman. O'zimni hayotimni 75 yillik umrimni ilm bilan tasavvur qilaman men. Fan bilan. o'xshatasiz? Shu aytaylik yangi o'sib chiqqan aytaylik nog'da o'sib bir katta daraxtga aylanganini eslayman. Chunki qiyinchilik, og'ir sharoitlarni ko'rdik. Va mana bugunga kelib biz nimani xohlasak Xudo berdi bizga. Faqat halollik bilan, to'g'rilik bilan hamma narsani ota-ona bilan maslahatlashish orqali Xudo bizga ko'p narsa berdi. Ba'zan qo'rqaman. Shuncha ko'p narsani berdi. Nima qilamiz deb o'ylanib ham qolaman. Lekin Xudoga shukr qilaman. Birinchi sog'lik joyida, salomatlik joyida. Do'stlarim juda ko'p. Maktabda o'qigan do'stlarim bor. Institutda o'qigan do'stlarim bor. Aspiranturada o'qigan do'stlarim bor. Doktoranturada o'qigan do'stlarim bor. Hammasi bosqichma-bosqich. Mana maktabda o'qigan do'stlarim bilan ular bir 8 tasi qolgan. Bir oyda bir uchrashib turamiz. Ular ham juda mehribon, zo'r do'stlar. Institutda o'qigan do'stlarimiz bilan ham uchrashib turamiz. Undan keyin mana aspiranturada o'qigan do'stlar bor. Ular bilan ham ko'rishib turamiz. Doktoranturada ham o'qigan do'stlar bor. Shular hammasi vaqti bilan uchrashib turamiz. Ular bilan navbatli uchrashuvlarimiz bor. Undan tashqari mana bizga ustoz bo'lib yurgan Zokirjon Mashapov, Zaynobiddin Mamarasulov, Sirojiddin Zaynobiddinov degan qator bizni jo'ralarimiz bor. Abdullajon Sobirov. Ular bilan ham bir oyda bir martadan uchrashib, osh yeb turamiz. Ular menga ko'pchilik ustoz hisoblanadi. Yosh katta mendan. Mana Masharif Yusupov bor edi, o'tib ketdi. Rustam Qodirovich bor edi, ular o'tib ketdi. Yo'lbars Ahmedovich bor edi, ular o'tib ketdi. Mana ular 14 edi. Hozir biz o'shalardan 3 kishi qoldik. Mana Qamchibek Kenja bor. Yana yangilar qo'shib yana 14 top qoldik. O'shalar do'stlarimiz, ko'rishib, maslahatlashib turamiz. Har kitob yozganimda bittadan ularga esdalik sifatida sovg'a qilamiz. 65-yildan beri 5 yil birga yurib, birga turdik, birga o'qidik, darslarda ham birga o'qidik. Doim shu o'qishni fikrida yurardi, yaxshi o'qish. Nima ovqatlarsa ham sog' bo'laylik, tinch bo'laylik, imtihonlar 5 bo'lsin der edi. Nimcha bu imtihonda ayta olarkin der ekan, o'zi shunaqa tabiatdan yaratilgan ekan. Endi davralarda ham jiddiy odamlar bilan gaplashsa, shularga mos bo'lib o'tiradi. Yoshlar hazilkash odamlar bilan bo'lsa, shular bilan qaysi davrada bo'lsa, shular bilan kirishib ketadi. 5 yil birga o'qib, bir kun ham pragol qilmabmiz. Hamma darslarda birga o'tirdik. Kechasi ham biz ertaroq yotardik, u yotmasdan kech bir chiroqni tushirib olib gapirib o'tirardi, o'qib. Ertaman ham ozonda turib o'qiyotgan bo'lar edi. İçimizde eng zehnli, qobiliyatli inson edi. Qahramonimiz elda aziz shogirdlar davrasida qadr topdi. Ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasi esa davlat rahbarining nazariga tushdi. Buning ortidan davlatimiz mustaqilligining 34 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga asosan joriy yilda Mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlandi. Mana sizga inson qadri. Tog'dan o'simliklarni yig'ib, kechasi qaytayotgandim. Soat 10lar bo'lib qoldi, rashira qorong'i tushib qoldi. Qaytatsam, telefon qilib qoldi menga. Shu sizga davlat mukofoti berildi. Dedi, men hayron bo'lib qoldim. Men kech umuman kutmagan edim. Davlat mukofoti beriladi deb xursand bo'lib ketdim. Meni opa singillarim bor, lekin aka ukalarim yo'q. Men yolg'iz o'g'ilman, opam bor, singillarim bor. Lekin onamning ukasi Muhammadjon domla bor. U meni aka deyman, tarbiyalagan, maktabda o'qituvchi bo'lgan, doimiy to'g'ri yo'lni ko'rsatgan. Onam maslahat beradi.
shogirdlarim maslahat berishadi, ularning maslahatlarini olaman. Shularni hammasini ko'z oldimdan o'tkazdim. Demak, shularni qilgan mehnati, shularni menga ko'rsatgan yo'l yo'riqlarini bir bahosi deb bildim. Va juda xursand bo'ldim. Davlat mukofoti berilgandan. Inson shunday yashash kerakki, o'zidan yaxshi nom qoldirish kerak. Yaxshi iz qoldirish kerak. Odamlarga yaxshilik qilish kerak. Men hech narsani yo'qotganim yo'q. Mana 1000 dan ortiq maqolalar yozdim. O'zbek, rus, ingliz tillarida. 70 dan ortiq kitoblar yozdim. Hatto meni haqimda roman yozildi. Taniqli xalq yozuvchisi Qamchibek Kenja Mashaqqat va jasorat degan romanni o'zbek va rus, ingliz tillarida yozdi. Mana bu juda katta narsa bo'ldi meni hayotimda. Shu yaxshi odamlarga uchradim, doimiy yaxshi odamlar orasida yashadim. Samimiy, oddiy, yaxshilik ulashuvchi xalq farzandi. Mana shunday insonlarning borligi hayotimizda katta yutuqdir. Baxtning o'lchovlari turlicha, lekin ular orasida otangga rahmat deya olqish olish, onaning duosida bo'lishlik baxtning eng yuqori darajasidir. O'zga yuqtirilgan tabiblik ortidan Ibrohimjon Asqarov o'zgalarga eng katta boylik salomatligini tiklashga yordam berishni umrining mazmuniga aylantirgan. Bu asli tarbiyadandir. Bu diyor necha ming allomalar beshigin tebratgan. Ibrohimjon Asqarov ham fan olimi, xalq tabobati rivoji uchun katta hissa qo'shayotgan ziyolilardan. Ko'pning duosi ijobat deydi xalqimiz. 75 bahorni qarshi olgan o'g'il, 100 dan oshgan onaning mehri, xalqning duosi bilan hali hamon zabardast. Omon bo'ling, o'zbegimning aziz o'g'loni.